Mana shu shaharda 60 soatda pulni oqlab berishiga ishonasizmi? Qanaqasiga? Masalan, aytaylik 3.600.000 so'm narxi. Hop. Yurtimizda eng arzoni 3000 kilosini 300 so'mdan chorva boqadiganlar torttiryapti. Endi 12 tonna chiqarib beradi. 12 tonnani bu soatiga eng kami 200 kilodan chiqarib berganda ham 60 soatda puli chiqadi. Haqiqatan ham zo'rda. Nimaga zo'r? Bu jismoniy mehnatni kam talab qiladi. Shunday shlenkasini qopga shunday solib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta avtomatni ko'tarsangiz, o'zi avtomatik tortib olib, o'zi bu yoqdan changitmasdan tushirib beradi. Ikki xil setkasi bor. Mayda un holatda maydalaydi. Undan yirikroq, kepak, shakar holatgacha maydalab beradi. Xo'p, 4,5 kilovatli misli motor bilan jihozlangan remenli ushbu Xitoy zavodskiy tegirmonimizning narxi 3.600.000 so'm qilib belgiladik va 12 ta viloyatga dastavkasi o'sha summani ichida qildik. Zakaz berishlaringiz uchun yo to'liq ma'lumot olish uchun ushbu nomerlarga telefon qilsangiz bo'ladi yo pastdagi tugmani bossangiz sizga to'liq ma'lumot borib tushadi.